Onlayn kassa apparat ishlatuvchi korxona rahbarlari, buxgalterlar va kassirlar diqqatiga. Oxirgi vaqtlarda savdo korxonalarida tovarlar kirimi va kassa apparatga urilgan tovarlar o'rtasida nomuvofiqlik yuzaga kelmoqda va buning natijasida soliq organlari tomonidan ushbu savdo korxonalariga nisbatan jarimalar va qo'shimcha soliqlar hisoblanmoqda. Bu holat bo'yicha soddaroq tushuntirishga harakat qilamiz. Aytaylik, korxonada A, B, C turdagi 3 turdagi mahsulotdan bir donadan qoldiq mavjud. Ularning realizatsiya qilish narxi har biri 1 million so'mdan. Xaridor savdo korxonasidan 3 turdagi mahsulotdan bir donadan xarid qildi. Ya'ni A, B, C mahsulotlardan bir donadan 3 million so'mga tovar xarid qildi. Kassir tovar uchun chek berish jarayonida tovarlarni alohida ko'rsatmasdan faqat A tovardan 3 dona realizatsiya qilindi deb chek urib berdi. 3 million so'mga. Endi bu holatda korxonada haqiqatda buxgalteriya bo'yicha kirimi bo'lgan B va C mahsulotlar buxgalteriya bo'yicha qoldig'i qoldi, lekin magazinda, savdo do'konida qoldig'i qolmadi. A mahsulotdan esa aslida bir dona qoldig'i qolgan edi. Kassa apparatga 3 dona urilganligi uchun 2 dona kirimi yo'q tovar sifatida baholanadigan tovar yuzaga keldi. Buning natijasida demak bizda B va C mahsulotlar buxgalteriyada kirimi bor, o'zi yo'q tovar, ya'ni 2 million so'mlik kamomad hamda A mahsulotdan 2 dona, yana 2 million so'mlik kirimi yo'q tovar aniqlandi. Natijada 4 million so'mlik summaga nisbatan Soliq kodeksining 223-moddasiga asosan 20% jarima hisoblanishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu tovarlar realizatsiyasi bilan bog'liq barcha soliqlar to'lanishiga, shuningdek ularga nisbatan peniyalar hisoblanishiga olib kelmoqda. Shu sababli sizlardan onlayn kassa apparat bilan ishlaydigan kassirlar yoki xodimlaringizni tovarlar realizatsiya qilinganda aynan o'sha tovarlar uchun chek yozib berishi ustidan nazorat qilishingizni so'raymiz. Unutmang, moliyaviy va huquqiy savodxonlik har qanday biznesning asosidir.